Ustazım şu elbette yani mümin rahat paragatlik vaqtida nimetler onun gamdi. Elbette en ben yukarıda kirişti programının kirişidim dedim. En töven turmuş yaşayatkan insan mı? Eminette Allah'ın sansızlığın nimetinin pazli keriminin içinde yaşayatıdım. Deydik hamdı normal insani köz bilen qarğa vaqtida nurgun paragat içinde yaşayatkan vaqtida o şükür kılıp toxtumay Allah'ın mağbunu ata qallıqıga rahmet deyişi mümkün. Ama bulup mu müminninki musibet kelgende, mubtilaga uçurga vaqtida, har xil sınaqlarga uçurga vaqtida qandaq şükür qılalaydı mümin. Hatta mesela Allah mı ve qalilun min ibadiyeş-şakur bendilerimden içinde mesela her daim şükür kıldık Allah az dep söz degan bu ayetini mi muşunga birleştirip bir düşüngen bolsak. Şu bayam degandek şükürni her vaqt qilishimiz kerak, har qanday afal asli qilishimiz kerak. Qiyinchilikda şükür qilishimiz kerak. Xushalliqda nima qilishimiz kerak. Mana bu asli mu'minninki o'lchimi bu. Mu'minning sifati bu. Masalan payg'ambar alayhisolatu vassalam mu'minning hayotiga qarab ajoyib bir hayot Allohning o'ziga inom qilgan deydi. Ajaban li amri mu'min. Mu'minning hayoti ajoyib bir odamni hayron qoldiradigan bir hayot. Uning hayotinin hammasi yaxshilik. U yaxshilik nimadan deganda chunki o'zini har vaqt Allohga bog'lab turadi. Yaxshilik bo'lgan vaqtida shukr qiladi, ne'matga uchragan vaqtida unga cheksiz shukr qiladi. Qiyinchilik kelganda sabr qilib, u sabrning o'zimi bir shukr qilish. Sabrning o'zimi bir shukr qilish. Chunki shu Alloh subhanahu va taoloninki har qanday bir ishni bir bandasining ustiga uni qiyinchilik shaklida ekansin yoki bir uni boshqa bir yo'llar bilan keltirsa, u mu'min uchun uningdan yaxshilik keldiganligi, uningdan hech qachon Alloh subhanahu va taolo yomonlik xohlamaydiganligi. Allohning bu hikmati mushuni ko'rsatib turganligini doim o'ziga eslatishda xuddi payg'ambarlarning hayotida qaraymiz. Masalan Ayyub alayhissalom intayin qiyin, masalan og'riq necha yillab og'irgan, u og'riq hattoki o'zining qiyinligi o'zining badaniga emas, oilasiga kelgan, oilasidan bola chaqalaridan ayrilgan, iqtisodidan ayrilgan, nurg'un qiyin hayotni kechirgan, lekin shu vaqtning hammasida qanday yashagan? Allohga shukr qilishni yashagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu masalan eng qiyin bo'lgan vaqtlari va payg'ambar alayhisolamning qiyin kunlari bo'lgan. Taifda shu insonlar tarafidan qattiq haqorat qilingan, hattoki chalmakizak qilingan, badallari qanab, hattoki o'ziniki kashi payg'ambarning qonga to'lib ketgan degan rivoyatlar bor. Shunda qavildi payg'ambar alayhisolatu vasallam qilgan ularga asli haqiqatda ularga ustida masalan badduo qilsa, la'nat qilsa, shuni lekin ularning ko'masdan ayib ular qo'ymasdan payg'ambar alayhisolatu vasallam shu Allohga shukr qilgan. Ey Allah sen mendan norozi bo'lmaydigansan, men sana shukr qilaman. Demak bu shukr odamni haqiqatan xotirjam yashab turadigan bir alohida bir kuch amaliyoti. Buni qarasak bu biz uchun berilgan kuch. Allohning bizga inom qilgan kuchi bu. Bu shukrni tushungan vaqtida indiki inson xotirjam yashaydi. Uning uchun qiyinchilikmi hech qancha bir narsa emas. O'tib ketadi. Chunki o'zi biladiki bu imtihon. Shu qiyinchilikqa sabr qilsam, shu orqali Alloh subhanahu va taolo mening darajamni ustun qiladi. Menga mukofot beradi. Meni Alloh unutib qolmaydi. degan mushu nuqtalar bilan Allohga har vaqt joyida shukr qilib turishni balki muhimligini biz buni ko'ramiz. Ana bu shukrni o'z loyig'ida qilish masalasi bor. O'z loyig'ida qilish. Demak, bu qanday deganda, masalan, Alloh subhanahu va taolo bizga tilni inom qildi. Bu tilni biz yaxshilikmi ishlata olamiz, yomonlikmi ishlata olamiz. Ana buniki amaliy shukrisi nima deganda, yaxshilik. Masalan, Alloh subhanahu va taologa shukr aytishimiz tilimiz orqali. Qur'on o'qishimiz, amal ibodatlarni qilishimiz, til bilan bo'ladigan amal ibodatlarni qilishimiz, zikr tasbihlarni qilishimiz, bu hammasi shukrning ko'rinishlari. Va uni yomon so'zlardan, yomonlikqa ishlatishni saqlashning o'zimi bu shukrning eng pokiz yo'li. Masalan, nurg'un insonlar bor, masalan, o'zini g'aybat shikoyatdan xoli qilinmaydigan, saqlanmaydigan, g'aybat qiladigan boshqalarga tuhmat qiladigan, boshqalarning izzat obro'yiga til takkuzadigan, bu xil o'zininkini gerçi to'g'ri degan nimada bo'lsin, shaklda bo'lsin, boshqalarning qalbiga aziyat berishning o'zi bir jinoyat shariatda. Bunun hammasi shu, mushu Allohning bergan ne'matini to'g'ri shukr, unga to'g'ri shukr qilmaganligini ko'rsatadi. Shunga tilni inson o'z loyig'ida ishlatsa, Alloh rozi bo'ladigan yo'lga ishlatsa uni, hattoki bir mu'minga biz chiroyli salom qilishning o'zi bir shukrning ko'rinishi. Bir mu'minning qalbini suyundiradigan chiroyli gapni qilish o'zi shukrning ko'rinishi. Buning shakllari har xil bo'ladi. Demak, inson har bir minut daqiqasida buni inson o'zining hayotini ko'ralaydi va shuni shukrning bir ko'rinishi, amaliyati deb uni izhor qilsa, tushunsa bo'ladi.